Qo'ying. Dunyolariga o't tushsin iloyo. Yig'lamang. Bolani qo'rqitasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bolangizning bosh ko'zidan sadaqa. Choy ichmaysizmi, qizim? Yo'q, charchadim, uxlayman. Xo'sh, ishonishdimi? Ishonmay o'libdimi? Ishontiraman-da. Qoyil maqom qilib yig'lab berdim-da. Anongachi. Anonga ham aytdingizmi? Ha, erimgami? Aytdim, u ham chippachin ishondi bechora. O'shani erim deyish shartmi? Ha, endi bolamning otasi bo'lsa, erim deyman-da. Men-chi? Men? Siz sevgilim, jonimsiz. Nega meni hamon sizlaysiz? O'zimni xuddi begonadek his etaman. Ha. Sen deyish kerak bo'lsa, sen deyman. Faqat hozir bemalol o'tirishimga ruxsat bersang. Siz Boyqush sayragan tun hikoyasidan kichik video lavha tomosha qildingiz. Voqealar rivojini Hordiq Plus gazetasining 49-sonida batafsil o'qiysiz.